Tarixdagi eng katta narkokartel Eskobarmi yoki Kolumbiyami? Yo'q, bu Buyuk Britaniya imperiyasi edi. Ular butun Xitoyni afyunga o'rgatib, evaziga Gonkongni tortib olishdi. 19-asr hammasi britaniyaliklar Xitoy choylarini iste'mol qilishidan boshlandi. Keskin mahsulotlar aylanmasida Xitoy tarafi bizga sizning mahsulotlaringiz kerak emas, choyga to'lovni sof kumushda qilasiz degan talabni qo'yadi. Lekin London xazinasi bo'shab borar, imperiya esa bankrot yoqasida edi. Zudlik bilan yechim topish kerak edi va ular topdilar. Inglizlar Hindistonda afyun yetishtirib, Xitoyga kontrabanda yo'li bilan olib kirishni boshlashdi. Afyun moddalarini ichkaridan kumushga almashtirib, o'sha kumushlarga esa qonuniy choy sotib olishardi. Bu iblisona va genial iqtisodiy aylanma edi. Bir necha yil ichida Xitoy qit'a kattaligidagi vangaxonaga aylandi. Amaldorlardan tortib askarlar, o'qituvchilar va butun boshli millat zaharlangan edi. Hamma tirik arvohga aylandi. Pekin zahar zaxiralarini yo'q qilib, portlarini yopmoqchi bo'lganida esa oqibatlarini tushungan Britaniya harbiy flotini ishga soladi va urush boshlanadi. Zamonaviy zirhli kemalar eski yog'och qayiqlarga qarshi jang boshlanadi. Natijada Xitoy tiz cho'kdi. Chegaralar ochildi, Gonkong tortib olindi. Londondagi oqsuyaklar esa xotirjam Earl Grey choyini ichishda davom etishdi. Tarixni g'oliblar yozadi, mag'lublar esa faqat tovon to'laydi. Bugungi Gonkong esa o'sha adolatsizlikning tirik yodgoridir.